65, 75, 85 hammasidan keldi. 65 dyumli QD Mini LED QLED panelli ekranli televizorini bugun obzor qilib ko'rsataman. QLED ekran bo'ladi, podsvetkasi bo'lsa Mini LED, ya'ni butun ekran bo'ylab bo'ladi. Televizorimizning ovozlari 10K sistemasi bilan jihozlangan 2.1 kolonkalarga ega va eng zo'r tarafi protsessori IPQ 85 dyumli 144 Hz TCL brendining QD Mini LED modeli sotuvga keldi. Bu modelimizda 144 Hz ishlaydi. IPQ Pro protsessori bilan jihozlangan, ya'ni bu sun'iy intellekt asosida ishlaydi. Sal sifati buzilgan kadrlarni ham o'zi sun'iy intellekt asosida 144 Hz gacha tortib, chiroyli zo'r formatda qilib beradi. Ovoz sistemalari 10K 2.1 Hi-Fi sistemada ishlaydi. Bu ya'ni ikkita kolonka dinamika, bitta subwooferi bor. Dolby Atmos sistemada ovozni shunaqa effekt qilib beradi. O'tirib ko'rganingizda kinoteatr zalda o'zingizni his qilasiz. 98 dyumli QD Mini LED televizori. Buni bahaybatligini qaranglar. QLED ekranli 144 Hz bu televizor o'zini konkurentlaridan 20-25 millionga arzon yuradi. Bu televizor 144 Hz. Ekrani matoviy HVA ekran bo'ladi. QLED display, podsvetkasi bo'lsa mini LED kovroviy podsvetka, ya'ni butun ekran bo'ylab podsvetka mini ledlari qilingan. Buni ovozi bo'lsa, ovozlari ham dahshat. Orqasida ikkita subwooferi bor. Hi-Fi ovoz sistemasi 10K kolonkalar bilan jihozlangan 2.1, ya'ni Dolby Atmos sistemasida ishlaydi. Aynan shu hadovoy modellar defitsit bo'lib qoldi deb narx-navolarni oshirib tashlamaymiz. Narxiga qiziqsanglar, Telegram kanalimizga o'tib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Rahmat hammaga.